Biz burun o'q o'tmas kostyumburlik to'g'riliq so'zlagandik. Bugun aqliy iqtidorlik AI kostyumburlik to'g'riliq so'zlab baqaylik. Bu mazmunni Chonglongning 23 yil burun ishlangan bu kinosidan boshlab so'zlashga to'g'ri keladi. Bu kinoda Chonglong bir yurish kostyumburlik topshirib oladi. Ham uni kiyishi bilanla mushlash bir aylanadi. Amaliyotda bu kiyim AI texnikasini birlashtirib tikilgan bo'lib, keyga odamga mushlashish, usul o'ynash, naqsh aytish, mollaq aytish degandek har xil darajadan tashqari iqtidorlarni saplab beradi. Bu kino aniqli ig'ir fantaziyalashtirilgan bo'lsa-mu, lekin AI ning hozirgi taraqqiyot ahvolidan qaraganda bundoq kiyimning kelgusida paydo bo'lish ehtimolligi yo'q emas. Bundaqda kino bilan reallikning orliqi zodi qanchalik. Amaliyot fan texnika bilan kiyim-kechak xilib burilib birlashtirilib, o'q o'tmas kostyumburlik va 3 o'lchamlik skanerlash orqali badan shaklini o'lchab, tez surat chiqadigan kostyumburliklarni burilib barliq kelgan. Bundaqda hozir bar bo'lgan texnikalar kostyumburlikga qanday yangilik elib keladi. Birinchidan, to'g'ri bo'lgan badan shakli uchurlari. Kostyumburlikga nisbatan elib aytganda, badanga o'lchamli kelish kelmasligi, kelgan odamning salobatiga va go'zallik qarishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shunga aqliy idrok texnikalari orqali badan uchurini o'lchab chiqish, ishlab chiqarish unumini yuqori ko'taradigan va iste'molchilarning roziligini oshiradigan muhim omil hisoblanadi. Ikkinchidan, hozirgi mikro senzor ilg'orlashtirilib, har vaqt kiyim kiygichining fiziologik alomatlarini xotirlab, bevosita yonfinga yo'llab salomatlik ahvolidan xabardor qilib turgan bo'ladi. Uchinchidan, nami texnikasining yordami bilan kostyumburlikga o'zgarib turadigan muhit qarta, o'llik, havo o'tkazishchanlik va temperaturani kontrol qila oladigan iqtidorni saplasa bo'ladi. Bundaqda aqliy idrok, ya'ni AI loyihachilarning o'rnini ola oladi. Mencha AI faqat bir qurol. Uningda ruh yoki qalb bo'lmaydi. Shunga kelgusidagi aqliy iqtidorli kostyumburliklar aylash, AIdan foydalanib moda iqimiga aloqador sensorlarni to'plab, loyihachilikdagi yangi ilhomlarning qo'zg'ilishiga yordam bera oladi, lekin o'rnini ololmaydi. Hamda Chonglongning kinosidagi kostyumburlikga kelsak, yadroliq texnikalar bizga yiroq emas. Ammo kiyimli xosiyatli odamga aylanish yoki alohida iqtidorli bo'lib ketish bu kinodagi fantaziyaga tabi. Kelgusidagi kostyumburliklar bizni uchadigan yoki mollaq atadigan qila olmasligi mumkin. Ammo bizga texim rohat, texim yarashimli to'yg'i bera oladi. Chunki haqiqiy texnika kiyim-kechakni odamni kontrol qiladigan qilish uchun emas, balki insonlarga mulozimat qildirish uchundir. Bu mazmunni yaxshi ko'rgan bo'lsanglar, meni qo'shib olinglar. Keyingi qismida teximiz sarxil mazmunlarni so'zlab beraman. Jamdagi kostyumburlikni yaxshi ko'rgan bo'lsanglar, Xinjiangning har qaysi joylaridagi ihson kiyim-kechaklarini maxsus setish do'konlariga kirib, ko'rib beqishinglarni tavsiya qilaman.